Bir opamizdan qizchalar ko'ylakchalardan bor ekan. Keyin bu yoqda kelin ko'ylakcha. Buni boshqa ranglari ham bor-a? Degan bog'da bor ekan. Necha pul ekan bu ko'ylakchalar? 25 ming. Ular qanchadan opa? 25 ming. Ular narxi 25 ming so'm ekan. Kompressorlar ham shundanmi? Mana shu yerda hammasi rasvetka shu. Hamma shuni rasvetkalar ekan. Narxi 25 ming so'mdan. Razmermi yo standartmi? Standart. Standart bir 5-6 yosh bormi? 5 yoshga tushadi. 5 yoshlarga tushaver ekan. Bu-chi allo. Ko'ylak. Allo 18 ming so'm ekan. Bu ham standartda. Menga qara mana shu. 13 chiptasiga. Mohilaga, 25 ming, muslimaga. 7 yosh tepabas. Bu ham 25 ming so'm ekan. 7 yosh tevapes ekan. Kelin ko'ylakchalar qanchadan? Ular ham 25 ming deyapmiz. Kelin ko'ylakchalar ham 25 ming so'm ekan. Bu razmeri bu. Buningiz qancha? 6 yosh, 5 yosh. 6 yosh, 5 yosh ekan. Telefon nomerlari 91lik 200 76 80 86 raqamiga aloqaga chiqinglar. Shu ko'ylakchalardan kerak bo'lsa. Aka siznikimi bular? Ha, Videoga olarang YouTube'ga. Necha pul berasiz ko'ylakchalar? 5 yoshlik 20 ming. Buni ikkalasimi? Ular 5 yoshlikka narxi 20 ming so'm ekan. Kichkinaroqlar ana 15 ming 3 yoshligi. 3 yoshligi 15 ming so'm. Qanchalar 8 ming 3 yosh 5 yosh. Ishtonchalar 8 ming so'm ekan. 3 yosh, 5 yosh ekan. Ikkitalikmi? Ha, ikkitalik rasmlar. Bular standartda. Ha, ular standart. Rasvetka. Ha, bular rasvetkalari. Baba shu kim chiqasizlar? Ha. Telefon nomer 93lik 93lik 565 565 33 33 73. 73 raqamiga aloqaga chiqinglar.